Привет, друзья deyishim odam sonibdi. O'zim aytgancha sizlar uchun stolni tozalaganman. Ha, aytgancha ovozimga keladigan bo'lsa, bu vaqtincha probniy ovozim. O'zimga qaytaman yaqinda. Buni просто proba qilib ko'rdim. G'alati eshitilyapti menga, sizlarga ham shunaqa eshitib. Короче, men sizlarga yangi olgan kitoblarimni maqtamoqchiman. Shu tili Hilol nashrida arab tiliga kitoblar bor ekan deyishdi. O'shanga men arab tili yaqin sertifikatga topshirdim, milliy sertifikatga. O'shanga bitta mana shu o'qishdan ballim pastroq chiqaylik. O'shanga o'zim ustimda yana ishlash uchun imенно o'shanga moslashgan kitob oldim. Hilol nashrida shu kitob bor ekan. Ikkita edi, ikkinchisi qolmagan ekan. Faqat bittasini oldim. Keyin men kitob ko'rib qoldim, ichlarini o'qidim, mundarajasini ko'rdim. Qiziq ekan mavzulari. Keyin shuni oldim. Rosa qiziq ekan, tavsiya qilaman sizlarga ham o'zinglar ustida ishlamoqchi bo'lsanglar. Bizda ham shunaqa zo'r kitoblar chiqayotgandan keyin endi tez Hilol nashrga borib turishga qaror qildim. Ha, aytgancha men blogimda endi mana shunaqa dars qilish jarayonlaridan ham qo'ymoqchiman. Nima deysizlar? Men o'zimga motivatsiya bo'lishiga sizlarga bilmadim. Keyin men paketini qo'yib chiroyli video olmoqchi edim. Paket dumalab ketaverdi. Keyin dumalagancha qoldirib qolaman dedim. Keyin men qo'lchamda ushlab tepasida ushlab turdim. Shu dars qilish ideyamga nima deysizlar? Meni podдержка qilasizlarmi?